Pulli kurslarda sotiladigan o'sha juda ham mazali, og'izda eriydigan mana shunaqa chiroyli ko'rinishdagi paxlava retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Demak, xamir uchun avval 450 gram unni elakdan o'tkazib olamiz. Unga 200 gram muzdek sariyog' yoki margarinni qirg'ichdan o'tkazib, ikkalasini urvoq holatiga keltirib olamiz. Urvoqga 150 gram yog'li smetana yoki qaymoq, 2 tuxum sarig'i, 100 gram shakar, 1 choy qoshiq razrixli telda qo'shib, yumshoq plastilinga o'xshash xamir qilib borishimiz kerak bo'ladi. Tayyor xamirdan 4 ta bir xil zuvalachalar yasab, usti yopiq holda tinib qotib olishi uchun yarim soatga sovutgichga olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab turishimiz mumkin. Buning uchun bizga to'g'ralgan 300 gram yong'oq, 100 gram mayiz, 100 gram shakar va 2 ta tuxum oq kerak bo'ladi. Hammasini birlashtiramiz, shu bilan nachinka tayyor. Endi 2 ta xamirni 18 ga 30 cm to'g'ri burchak shaklda ochib, pishiriq qog'oz solingan listga joylashtiramiz. Nachinkani teng taqsimlab, chetlarida ozgina joy qoldirgan holda joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qolgan 2 ta xamirni esa 14 ga 34 cm kattalikda ochib, ullangan xamirni mana shunaqa maxsus kesadigan moslama yordamida kesib olamiz. Tepa-pastida joy qoldirgan holda qattiq bosib yurg'azishingiz kerak. Ko'rganinglardek chiroyli uzorli xamir chiqadi. Buni yong'oq ustiga joylashtirib, chetlarini yopishtiramiz va ortiqchasini kesib tashlaymiz. Paxlavamiz chiroyli tillarang bo'lib chiqishi uchun ustiga tuxum sarig'i va sut aralashmasini surib chiqishimiz kerak bo'ladi. Pishirig'imiz 180 darajada qizib turgan duxovkada usti qizargunicha taxminan 35 daqiqa atrofida pishiriladi. Mana paxlavamiz chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Buni usti yaltirab, yanada mazali bo'lishi uchun ustiga asal surib, maydalangan xandon pistani sepib chiqamiz. Juda ham chiroyli, mazali, xamirlari shundoqqina og'izda erib ketadigan, yegan sari yegis kelaveradigan shirinlik bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Retsept yoqqan bo'lsa, unga like bosib, videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Dasturxoningiz fayzli, pishirgan taom va pishiriqlaringiz doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.